yoshlar oyligi doirasida Zomin tumanining Mustaqillik mahallasida joylashgan Jizzax viloyati IT Park Zomin majmuasida IT shaharchasining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Mazkur loyiha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 15-maydagi 178-son qarori asosida yoshlarni raqamli texnologiyalar va xorijiy tillarga bepul o'qitish maqsadida bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Loyiha doirasida respublikaning 13 ta hududida jami 15 ta IT shaharcha tashkil etish rejalashtirilgan. Ushbu maskanlar yoshlarning zamonaviy bilim va ko'nikmalarini egallashi uchun innovatsion ta'lim muhitini yaratishga xizmat qiladi. Bu yerda dasturlash va IT yo'nalishlari bilan bir qatorda kreativ iqtisodiyot, startap madaniyat, frilanserlik, sun'iy intellekt hamda game dev kabi istiqbolli yo'nalishlar bo'yicha ham bilim beriladi. Bugungi kunda Sirdaryo, Samarqand, Farg'ona viloyatlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi, shuningdek Buxoro, Navoiy, Toshkent va Qashqadaryo viloyatlarida faoliyat yuritayotgan IT shaharchalarida 2000 dan ortiq yosh IT va xorijiy tillar yo'nalishida bepul ta'lim olmoqdalar. Zomin tumanida tashkil etilgan IT shaharcha ham zamonaviy texnologiyalar bilan to'liq jihozlangan bo'lib, 105 nafar o'quvchiga mo'ljallangan. Markazda yoshlar dasturlash, grafik dizayn, o'yin yaratish va xorijiy tillar bo'yicha bilim oladilar. Shuningdek, maskanda kutubxona, shaxmat xonalari, workout maydonchalari hamda coworking zonalari tashkil etilgan. Bu esa yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ijodiy va innovatsion g'oyalar ustida ishlashi uchun qulay sharoit yaratadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Mustaqillik mahallasida faoliyat boshlagan IT shaharcha nafaqat zamonaviy ta'lim markazi, balki IT xizmatlari, frilanserlik va startap tashabbuslarini qo'llab-quvvatlovchi muhim platformaga aylanishi kutilmoqda. Kelgusida ushbu innovatsion maskan hududning iqtisodiy salohiyatini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda yoshlarning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirish orqali mamlakatning global raqamli maydondagi raqobatbardoshligini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.